termostatga kiydirish jarayoniga tayyor bo'ldi. Mana do'stlar, bo'lmasa ham как положено taqib oldim. Zaryadga olish ham mana shu kabelda o'zida, zaryadga chiqarish ham mana shuni o'zida. Charger and discharger. Как положено nikel linzalar zanglamaslik uchun bumajniy izolyator bilan izolyatsiya bo'ldi. Armerimni skoch bilan har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Yo'llarimizni notekisligini hisob qilganda mana shunday mustahkam qilib yopdim. Assalomu alaykum do'stlar. 36 voltga 13 amperli akkumulyatorimiz tayyor holatda. Mana uje ko'rishlaringiz mumkin. Ko'ngildagidek chiqdi. Ixchamgina korobkasiga sig'adi.